Jim qizim, bu do'konga birinchi marotaba kelib turibmiz. Qayerdan ko'rasan? Qani. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Uzr. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Mayli, bemalol. Men mana shu do'kon orqasida mahallada yashayman. Qizim maktabga chiqish kerak edi. Shunga bir ikkita o'quv qurollarini qarzga bera olmaysizmi? Pul bo'lishi bilan tashab ketaman. Xolasangiz qanaqadir hujjat tashab ketishim mumkin. Xo'p, hozir. Mana shunisi bo'ladimi? Endi qancha bo'ldi shunda hisoblab bersangiz. Sizdan bitta duo bo'ldi. Yo'q, unaqa qilmay pulini beraman. Ayting qancha bo'pti? Bilasizmi? Ayolim bilan 8 yildan beri farzand talabidamiz. Shunga bir duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat. Ilohim, Allohim sizga soliha va solih farzandlar bersin. Bizga birni berdingiz, Alloh sizga mingni bersin. Rahmat. Amin. Alloh akbar. Alloh rozi bo'lsin. Sizga yoqdimi? Ha, yoqdi. Qizim, qani aytingchi, siz meni qayerda ko'rgansiz? Kecha tushimda ko'rgandim. Tushingizda? Xo'sh, tushingizda nima qilayotgan ekanman? Bog'otda Hasan ismli bolachalarni aylantirib yurgan ekansiz. Tushingizni o'ngdan kesing qizim. Mehriboning bo'lay bolam.